Aka mashina topshirib beramiz-da. Mashina kaylidini topshirib berayli. Oğlum hepsi ko'zi to'yat bo'lib turganda. Bir kun aytib olamiz ya. Aka tövbe yok mashina qadam deb. Telmir turda, shundami? Mushadika bo'lma, mushadli qo'ymayman. Voy, qadda, rasmat chiqma. Salomat tudingmi? Ijotka salomat tudingmi? Sen salomatmi? Mana men mashinani bekoraman, mush mashina ya. Degan mashin. Ya, shu nochada nochi tutdi-ku. Qandaroq. Menda bir ko'rap baqa. Nimanda bir xil surunglar qaraysan-ku. Qandaroq, meni bir taqab, hamda o'zingning bir hissiyotini, mana bu alaqa Uyg'ur qozoq degan odamlar shu. Ko'nglingdagidek kaptimi afkan. Mashina dahshat, haqiqatan ash ko'nglimdagidek kapta. Ash naq o'ylig'inimda kapsiz zadi. Bir maxluqkan bu. Mana haqiqiy mana Yavuz deymiz, Yavuz. Mana shu Yavuzda o'zining kunasga ketmoqchi. Mana mashinani buyurtgan. Mashinasini mana 200 kilometr aytdi mana. Qerisini ishlatdi deb ish qilib o'zim aytgandek haydab keldim. Rahmat. Mashina ko'ngildagidek yarg'an bo'lsa, mush kunasninki mayli Araltepa, Qarabura, Taldi. Mush G'o'ljini ichida qaynab. G'o'ljini qanday desanglar, men endi mayli aloqalish numerini depasa, meningki ishini bir ko'rsatdim aka. Mening ishini hamda dajini falan pulga o'ttagan dajida ma'noda o'ttagandek rohatlanmaysiz. Ko'pada Shenkongdan ishchi manda meningki hamda yigit qo'ldash, qiz qo'ldash, yigit beshi, qiz beshi deganlar to'liq bitib ketdi meni ishchi kangri. 7 kishilik. Men maxluq hamda men to'y yo'tkizsanglarmi, to'yinglarni dans chiqadigan mashinani hamda mush kunasga yapmoqchi, mush ifkimas. Muborak bo'lsin. Rahmat. Men nihoyat xush bo'ldim. Ash kunasga mush yangilikni olib, mushunda yangilikni olib atgan. Hozir hamda mal oldin qator kirib oldi. Sizlarni to'g'ri ko'ryapsizlar, mush kaylidi desa, hamda oldin qator kirib oldi. Ma'noda to'yinglarni yo'tkizsanglar bir aslimi qoladigan ish. Qag'inni ma ağam beşikka qiz gap qilpasin. Aytchi bir ikki og'iz söylemaysin bu endi. Jaraydi, rahmat. Aytgan dayalib ketsiz meni. Rahmat, Bo'p turma ekan. Bo'ptur ekan. Mashina alsandir meni gabardan alsandir bo'ladi ekan. O'zlaring o'ylaringdagi mashinalarni aytsang, jetkizib beradi ekan. Birer masalasini o'z javob qiladi ekan. Senimda halatni isteringiz bo'lsa qavrlasangiz bo'ladi ekan. Jaraydi, rahmat. Rahmat. Hamda men video turib oldigan yerdi bizningki. Ham bir ikki qiz gapni qilsin, eng oxirsida mafkamninki aloqalish numerini dapiramiz. Mosh g'olja atvarsida mashina to'y o'tkazsam bo'ldi. Anadagi yaxshi bir ishdan birsi bor. Haqiqiy qiyinchilikni batda deganlik haqsiz. Anadagi bo'la bir restoran ochdi. Restoranning ismini deysalar sen. Aqshashu, Taldiga o'rnashgan. Aqshashuda to'y o'tkazsa Haqsiz mana. Bo'la emas, yana bir bodov, yana bir klozi bor. Yaxshi faoliyatli bor. Kunasiki do'stlar, aloqalashinglar, endi sen ikki qiz gap qilsa, sen qandasan deganding, sen bilan paranglashgan. Mush mashina shin deganding, mashinani uyqusiz berib akab tayyor qilib bo'ldik. G'oljidan kelgacha biz Beyjingga yaqin bir yerdan akab bo'ldik mana. Ya Beyjing keltirib bo'ldinglar. Rahmat. Inshaalloh futuqlik bo'lsin. Haqiqatda gabar deganga loyiq. Mashinamni chaqirtib yetsa aka, o'zingmi chaqirtib yetsa, shunga hammanglardan kelib bir chaqirib yiqishinglarni umid qilaman. Rahmat. Mush mashinaga ehtiyojingiz bo'lsa, mush to'y o'tkazadigan do'stlar ulab qolsanglar, Aloqalash numerim 132 39 78 97 76. Mush nomer bilan aloqalashib, men mashinani shu kunas e'tibordagi to'rdoshlar, to'y qilmoqchi bo'lgan do'stlar darhol aloqalashib, to'yinglarni o'tkazinglar. Xayr xo'sh.